Endi aylana va doiraga oid uskunalarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bu yerda doiraga, mana aylana, doira shaklini ko'rib turibmiz. Mana shuni tanlaymiz. Natijada mana bu yerda aylana va doiraga oid 4 ta uskunani ko'rishimiz mumkin. Va birinchisini ko'rib chiqamiz dastlab. Tanladik. Aktiv bo'ldi. Bunda ixtiyoriy bitta nuqtani belgilaymiz. Bu aylananing markazi bo'ladi va kursorni surib boshqa bir nuqtani tanlaymiz. Natijada biz markazi A nuqtada bo'lgan va B nuqtadan o'tuvchi aylanani hosil qilamiz. Yana bir boshqa aylanani hosil qilaylik. Mana masalan markazi C nuqtada bo'lsin va kursorni surib xohlagan joygacha surishim mumkin. Radiusi katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Boshqa bir nuqtani tanlasam, natijada D nuqta tanlandi. D nuqtadan o'tuvchi aylana hosil bo'ldi. Shu yo'l bilan biz xohlagancha aylanalar hosil qilishimiz mumkin. Bu nuqtalarni o'chiraman. Nuqtalarni o'chirsam, barcha aylanalar o'chib ketadi. A nuqta va B nuqta. Markazi A nuqtada bo'lgan, B nuqtadan o'tuvchi aylanani hosil qildik. Shundan so'ng biz uni radiusini belgilashimiz mumkin. Masalan, kesmani tanlab, A va B larni tutashtirib, mana aylanani AB radiusini belgilab topishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, ixtiyoriy bitta vatarini olishimiz mumkin. Aylanada bitta nuqta tanlayman, yana boshqa bir nuqtada tanlayman. Natijada biz uni vatarini hosil qilamiz. Radiusini hosil qildik, bu yerda vatarini hosil qildik. Hop, nuqtalarni aylanani o'chiraman. Hop, endi ikkinchi aylanaga o'tamiz. Mana ikkinchi aylanada markaz va radius. Markazni tanlaymiz, radiusni kiritamiz. Mana ixtiyor nuqtani belgilasam, bu yerda radiusni so'raydi. Aytaylik, radiusi 5 ga teng bo'lsin. Natijada radiusi 5 ga teng bo'lgan mana aylana hosil qilamiz. Hop, yana boshqacha yo'l bilan hosil qilishimiz ham mumkin. Masalan, bizga aytaylik AB kesma berilgan bo'lsin. Mana AB kesma mana F bilan belgilangan. Yana mana shu ikkinchisini tanlayman. Tanladim. Birorta nuqtani bosaman. Endi radiusini so'rayapti. Aylananing radiusi AB kesmaga teng bo'lsin. Yani AB kesma bu yerda F bilan belgilangan. Biz bu yerga F ni yozamiz. Natijada markazi C nuqtada bo'lgan va radiusi AB kesmaning uzunligiga teng bo'lgan aylana hosil bo'ldi. Buni ham o'chiramiz. Keyingisi masalan mana shu yerda markaziy bitta markazli bir nechta aylanalar, ketma-ket aylanalar hosil qilishimiz mumkin. Masalan, mana bu yerda radiusi 1 ga teng bo'lsin. Yana A ni tanlayman markaz qilib, endi radius 2 ga teng bo'lsin. Yana A ni tanlayman, radius 3 ga teng bo'lsin. Yana A ni tanlayman markaz qilib, radius 4 ga teng bo'lsin. Endi radius 5 ga teng bo'lsin va hokazo. Shu yo'llar bilan biz markazi A nuqtada bo'lgan ana bir nechta ketma-ket aylanalar hosil qildik. Xo'p, hozir agar markazni o'chirsam, barcha aylanalar o'chib ketadi. Xo'p, navbatdagi aylana bu kompas deb yuritiladi. Va kompasni chizish uchun biz ikkita nuqtani tanlashimiz kerak. Oldindan bizga ikkita nuqta berilgan bo'lishi kerak. Mana masalan, nuqta komandasini oldim. Endi ikkita nuqtani tanlayman. Aktiv emas hali. Aktiv bo'ldi. Ixtiyoriy ikkita nuqta tanlayman. A, B. Endi kompasni tanlayman. Xo'p, aylanani markazini mana A ni bosamiz va B ni bosamiz.
Natijada bizda aylana hosil bo'ldi. Bu aylananing radiusi AB kesmani uzunligiga teng. Bu yerda muhimi shundaki, biz bu aylanani boshqa joyga surishimiz mumkin. Mana boshqa nuqtaga kursorni surib, boshqa nuqtaga olib keldim. Shu yerda men kursorni bossam, C nuqta hosil bo'ldi. Markazi C nuqtada bo'lgan va radiusi AB ga teng bo'lgan mana yangi aylana hosil bo'ldi. Buni radiusi, hosil bo'lgan aylana radiusi AB kesmani uzunligiga teng. Agar B'ni A'dan uzoqlashtirsam, aylana radiusi kattalashadi. Agar B'ni A'ga yaqinlashtirsam, aylana radiusi kichiklashadi. B'ni boshqa joyga ham surishim mumkin. Bu yerda muhimi uni A nuqtadan uzoqlashyaptimi yoki yo'qmi? Muhimi shu. Demak, kompasdan shunday foydalanishimiz mumkin. O'chiramiz bularni. Navbatdagisi aylanaga doir. Mana bu yerda 4-inchisi. Berilgan 3 ta nuqta orqali aylana o'tkazish. 3 ta nuqta berilgan bo'lishi ham mumkin, berilmagan bo'lishi ham mumkin. 3 ta nuqtani belgilayman. Natijada mana 3 ta nuqta orqali o'tuvchi aylana hosil bo'ldi. 3 ta nuqta berilgan bo'lishi ham mumkin. 1, 2, 3. Endi shular orqali men aylana o'tkazmoqchiman. Shu tugmani bosaman. Mana bizda endi shu aktiv, shu uskuna. Endi mana bu 3 ta nuqtani tanlayman. 1, 2, F ni ham tanlayman. Natijada shu 3 ta nuqta orqali o'tuvchi aylana hosil bo'ldi. Aylanalarni o'chiraman. Birorta aylana chizaylik endi. Hozir faqat aylana bilan ish ko'rdik. Doirachi. Odatda bu yerda aslida doira ham chizilgan. Faqat doira bizga ko'rinmayapti. Doirani faqat aylanasi ko'rinyapti xolos. Xo'p, doirani qanday qilib ko'ramiz? Buni aylanani aktivlashtiramiz, ya'ni ustiga kelib bosdik kursorni. Endi mana bu yerda rang tanlashimiz mumkin. Birorta rangni tanlaylik. Aytaylik, mana bu rang bo'lsin. Mana bu nuqta doirani rangini to'q yoki oshligini ko'rsatadi. Masalan, o'ng tomonga sursam, to'qlashib boradi. Mana bu yerga o'ng tomonga olib kelsam, mana bunday rang hosil bo'ldi. Mana bu yerda to'xtataylik. Mana doira endi ko'rindi bizga. Agar shu nuqtani chapga sursam, bizga faqat aylanasi ko'rinadi xolos. Doiraning ichkarisi ko'rinmaydi. Mana bunday ko'rinishda mana biz doirani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda masalan B nuqta bizga ko'rinmasligi mumkin. Ko'rinmaydigan qilib qo'yishimiz mumkin, uni o'chirib. Doirani biz rangini o'zgartirishimiz mumkin. Aytaylik, mana yashil qilib o'zgartirishimiz mumkin. Yoki mana bu rangda o'zgartirishimiz mumkin. Yoki boshqa ochiq yashil. Yoki mana bu rangda. Shu yo'l bilan biz ranglarni o'zgartirishimiz mumkin. Uni to'q yoki rangni och yoki to'qligini mana bu nuqta orqali o'zgartirishimiz mumkin. Va bundan tashqari biz masalan shtrixlab ko'rsatishimiz mumkin. Buning uchun o'ng tugmani bosamiz. Men kursorni doirani ustiga olib keldim. O'ng tugmani bosamiz. Mana bu yerda obyektning xossalari degan yozuv chiqadi. Shu yordamida biz mana bu yerda tanlashimiz mumkin. Agar mana buni bossak, mana shtrixlab ko'rsatadi bizga. Bu doirani shtrixlab ko'rsatadi. Bu chiziqni yuqoriroq qilishimiz mumkin. Mana bizda mana bunday doira hosil bo'ladi. Yoki yana standartga o'tmoqchi bo'lsak, yana shu obyektning xossalariga o'tamizda, mana shu yerda
Eng birinchisi standart bo'yoqni tanlaymiz. Bu natijada mana bunday bizda doira hosil bo'ladi.